va ko'rik kompaniyasiga a'zo bo'lib shartlarni bajarsangiz, sizga 50% dan 70% gacha bo'lgan skidkadagi shagoviy programmadagi tovarlar olish imkoniyati beriladi. Buning uchun nima qilish kerak? Siz kompaniyaga a'zo bo'lasiz bepulga va birinchi oyda ichida 50 ballik mahsulot xarid qilganingizda siz 50% skidkada tovar xarid qila olasiz. Ya'ni 50 ballik tovaringiz ichida bitta yuz yuvadigan penka xarid qilishingiz kerak bo'ladi va siz 50 ballik mahsulot xarid qilganingiz uchun sizga kompaniya 187 ming so'mlik mahsulotni 93 500 so'mga beradi. Aynan bu mahsulot nima? Bu yoqda bitta maska bor, yuzda oziqlantiruvchi, namlantiruvchi, oqartiruvchi hamda C vitaminli maskamiz bor. Va tonik losyon, aynan qora ikra tonik losyon qo'yilgan. Agar qora ikra tonik losyon bo'lmasa, boshqa tonik losyon ham beriladi. Ya'ni tonik ko'prik vazifasini bajaradi, sizni teringizga kremlarni singdirib berishga yordam beradi. Bu 90 ming sotiladi. Losyon 1 litr suvni namligini beradi, juda ham chuqur namlaydi hamda terini jilolantiradi. Bu ham 90 ming sotiladi. Ya'ni siz a'zo bo'lib 50 ballik mahsulot xarid qilganingizda 187 ming so'mlik mahsulotni 93 ming 500 so'mga olasiz birinchi oyda. Ikkinchi oyda ikkinchi shagni olasiz. Yana 80 ballik mahsulot xarid qilganingizda ichida bitta penka bo'lishi kerak, yuz yuvadigan va siz 248 ming so'mlik mahsulotni 111 ming 600 so'mga olasiz. Shunda esiga ketadi 3-oyda 3-shagimizni bajarasiz. Ya'ni 100 ballik mahsulot xarid qilganingizda sizga 292 ming so'mlik mahsulotni 116 ming 800 so'mga, ya'ni 60% skidkada xarid qilasiz. E'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, ya'ni shagdagi mahsulotlar soni ko'payyapti, summasi kattaryapti. Aynan aytib o'taman. Ya'ni siz 7 oy davomida ballaringiz o'sib boradi. Birinchi oy 50, ikkinchi oy 80, 100, 130, 150, 180 va 200 ball bilan siz 7 oylik shagoviy programmani bajarib, общий 50% dan 70% gacha tovar skidka narxda xarid qilasiz. Aynan shu mahsulotlar beriladi sizga va siz bu mahsulotni xarid qilib, bu mahsulotlarni sotganingizda sizga 2 million 100 ming so'm foyda qoladi. 4-oyda 130 ballik mahsulot xarid qilasiz va sizga 339 ming so'mlik mahsulotni 118 ming 650 ming so'mga olish, ya'ni 65% skidkada olish imkoniyati beriladi. 5-oyga kelib siz 150 ballik mahsulot xarid qilasiz va sizga 527 ming so'mlik mahsulotni 158 ming 100 so'mga beriladi. Yerga kelib 180 ball yopasiz va sizga 700 ming so'mlik mahsulotni 210 ming so'mga olish imkoniyati beriladi. Va siz 7-oyga kelib 200 ballik mahsulot xarid qilasiz, 839 ming so'mlik mahsulotni 251 ming 700 so'mga xarid qila olasiz. Va siz 3-, 5-, 7-oydagi shaglaringizni bajarib kompaniya tomonidan beriladigan darsga qatnashsangiz 400 ming, 600 ming, 1 million 200 ming so'mlik vaucherlarni ham qo'lga kiritasiz. Shagdan sizga 2 million 100 ming so'm, vaucherlardan 2 million 200 ming so'm va sotuvingizdan sizga alohida daromad qoladi. Yana bir imkoniyat, shaxsiy 100 ballingiz uchun sizga bitta mahsulotni 50% skidkada beradi. Ya'ni bir oyda ichida 100 ball yopadigan bo'lsangiz, bitta mahsulotni skidkada olasiz, 50% to'lab. Bu 50% skidkada oladigan tovaringizga siviritka, duxi, pudralar kirmaydi. Qolgan boshqa mahsulotni 50% to'lab olasiz. Agar bir oyda ichida shaxsiy 150 ball yopadigan bo'lsangiz, ikkita mahsulotni olasiz 50% skidkada. 200 ball yopadigan bo'lsangiz, 3ta, 250 ball yopadigan bo'lsangiz, shaxsiy bir oyda ichida 4 ta mahsulotni 50% skidkada olasiz va uni katalog narxida sotayotgan bo'lsangiz, sizga unumizdan ham teng yarim barobardan, ya'ni 60% dan sizga daromad qoladi.